Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan keldik. Mana sizni ko'rdik. Aisha mamni ko'rdik. Mana prezidentimiz davlat rahbarlari bekorga xotira va qadrlash kuni deb belgilamagan ekan. Juda zo'r kun bo'lgan ekan. Qancha o'nlab qarindoshlarimiz ko'tarildi. Mana hozir sizning xonadoningizda bir piyola choy ustida suhbat qilib o'tiribmiz. Toshkentlardan jigarlarimiz yetib keldi bizning. Bovurlarimiz yetib keldi. Toshkentlardan. Nima deydi? Diydor deydi, masofa tanlamaydi deydi-ku. Qadr masofa tanlamaydi deydi. Bugun mana yetib keldik amma. Sizning duolaringiz bilan ko'karib yuribmiz hamma joyda. O'zbekistonning hamma tochkasida biz sizning duolaringiz bilan ko'karib yuribmiz. Inshaalloh yana duolaringiz ijobat bo'lib, bu dunyoning saodatini ko'rishdan ham umidvormiz. Bu dunyoning saodati shu bo'lsanlarimiz bilan qo'shcha qarib yuribmiz. Inshaalloh. Farzandlarimizning baxtini kamolini ko'rib yuribmiz. Nevaralarimizning baxt kamolini ko'rib yuribmiz. Mana Xudoga shukr. Talashib, tortishib katta bo'lyapti hammasi. Lug'atdan izlab topolmaganman. Keyin mama bu baybicha degani nima degani? Men bu gapingizni lug'atdan izlab o'zbek tili lug'atidan topolmayapman desam, baybicha degani bu boyvutcha degani dedi momam aytdi. Qarang, momam bilganini men bilmaganman. Qarasam lug'atda boyvutcha degan so'z bor ekan. Boyvutcha degani bu farzandlarining baxtini kamolini ko'rib piri badavlat bo'lib yurgan kishi, elning oldi bo'lib yurgan kishi, davralarining to'rida o'tirib duo berib o'tiradigan kishi boyvutcha bo'lar ekan. 14 yıl uyumarat qilib 10 ta farzand ko'ribman. 5 kun dashta bo'lsa, 10 kun dashta bo'lsa 5 kun uyda bo'ladi. Ko'p bola birovni nima qilmayman, faqat farzand uy joy debman. Keyin amma nimada xo'jayiningizda necha yoshda nima bo'lgansiz? 34 yoshda. 34 yoshingizda. 34 yoshingizda 10 ta bola bilan qolgansiz. 10 ta bola bilan qolib ketdim. Endi tasadduq bo'lmadi kishi. Keyin mana shu o'zimni shunday ishga urib keldim. 1 yil hech kim bilan gaplashmay bu bolalarni endi nima qilaman, qaytib kelar deb umid qildim otasi. Yo'q, qaytib kelmadi. Shundan jalangoyoq jar kechdim desa enam hech kim. Maşallah. Mana Ro'zxalbaycha, Feruza Aytilla bo'lsa bular rachimlar uncha bilmaydi. Na kecha bildim, na kunduz bildim. Mana shunday ishni qildim, saman tashladim, boshqa qildim. 15 taga qadar qaramoq qildim. Shularni jalangoyoq qo'ymayman. Ovqatsiz qolmasin, nonsiz qol. Men bir umrda shu qabatimda cho'jalar bilan qoldim deb o'yladim. Ro'zxal 2 marta Toshkentga institutga yubordim. Aytlarni 2 marta yubordim. Ferzani texnikumga qo'yib o'qitdim. Undan keyingisi yana mening boshimda qara bulut bor ekanki, Sharifjonim masalasi qochib bo'lmaydi. Bu kunam boshimda nima bo'ldi? Joy jannatdan bo'lsa, mana xotira va qadrlash kunini nima qilib kelsalar farzandim bilan bolalarim otasi ketdi. Shularning nimasida men akamlarga suyanib qolgan ekanman. Masalan, rahmatlikam 96-yilma o'lgan bo'lsa, shu 96-yildan boshlab mana 2008 edi. Shu yilning orasida Usmon akam, Tajmuratbay akam, Ubaydulla akam, rahmatlikam, Hasan akam, Avqasim akam, Abdurasul akam ketdi. Mening kuchim ko'p ekan. Xudo shu kunni berib, sinov berib, meni shunga tayyorladi, to'g'riladi. Men gapirsam, nimaga jilaysiz? Nimaga jilaysiz? Nimaga jilamayman? Bugun mana shu xotirlash va nima kuni kecha Qur'on o'qib o'tirdim, avval kuni o'qidim, 9-may deydi. Mana hozir Madinaga Qur'onni o'qib, shularni bag'ishlab o'tirdim. Allohga hamd va sano bo'lsin. Shu 87-yilda ikkita o'limni to'y qildim. To'y qilganimda Shatimir aka degan bir tanishimiz bor edi. Falancha kelib bu yoqqa bir sen ham odamlarni tabrikla dedi. So'z berdi. So'z berdi. So'z beruvdi, mikrofonni o'zi ishlab qo'ymagan ekanman. Oldindan xuddi
o'zim gapirayotganda gapiraverdim baynamda. Mir Alisher Navoiy g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy Gulidan ayrilganda 5 ta haykal qurgan ekan. 5 ta dastan yaratgan ekan. Guli uchun. Turmush qurmay o'tib ketgan ekan. Buni men tarixdan ham bilardim, adabiyotdan ham bilardim. Mana shuni yodlab oldim. Erim o'lib ketishini bilganlar etganda xanda Gulimning qabriga ekkan chechaklar ochilgandir bu kun. Oxirgi chechaklar. Ah, o kunlar Gulimning qabriga ekkan chechaklar osmonga yetdi. Lola bu chechaklar. Unutmasman seni toki tirikman. Sen uchun 5 bebaho haykal qururman. Goh layli, goh shirin bo'lib sen yasharsan doimo dastonlarimda. Xazonsiz gul bo'lib bo'stonlarimda. Men esa g'am bilan yig'lab o'tarman. Sening ishqing bilan tanho o'tarman. 65-66-yili mana shu 9-may kuni slet bo'lardi. Shu slet bo'lardi. Shu ashulalardan nima qilib Andijon do'ppi kiyib, sochimni bunchagina pricheska qilib oqpardim endi. Katta ro'molni sumkaga solib qo'yibmiz. Uni bir ikkita odam turib bachalar ko'tardi. Ana u Husan aka vrach bor-ku, shuni xotini Asiya. Shuni ikkovimizni mana yerga chiqarib qo'yibdan ashula aytasizlar deydi. Ashula aytib, sahnaga chiqib ashula. Mana sho'rchida sharqda. Ashula aytib jatindi. Mahab aytib bo'lavergandan keyin bunday qarasam Ubaydullo aka o'tib borayotgan ekan. Deb o'zimda qoldi. Kerakki bizning qarindoshlarimiz uni momam aytgandayin qabrgacha ilm izlaydigan qarindoshimiz. Mana 51 yoshda mana shu opam oliy o'quv yurtiga o'qishga kirib, institut bitirgan. Biz kulganmiz, opa 51 yoshda kirib endi pensiya yoshiga kelib qoldingiz, o'qish nima kerak deganda opam aytganki, men kerak bo'lsa shunday o'qishni bitirib pensiyaga chiqib ketsam ham mayliga. Shu qo'limga diplomimda olsam bo'ldi, o'qimishli degan nomda olsam bo'ldi degan mana ma'rifatli ayol deb aytsa bo'lardi bu opamni mana. Aytmoqchimanki, biz mana o'zi o'qishning qadriga yetadigan, o'qishni birinchi o'ringa qo'yadigan, ilmni birinchi o'ringa qo'yadiganlar sulolasidanmiz. Mana meni ammajonim ham davralarda ilm tarqatadigan, davralarda silai rahimni targ'ibot qiladigan, davralarda qarindosh urug' o'rtasida mehr oqibatni targ'ibot qiladigan mana ammajonim. Keling. Qaylarga qachay Layla, ay Layla, yana paydo bo'ldim yo'lingda, yana paydo bo'ldim yo'lingda, yo'llaringda yana buzladim, bechora qalb sening qo'lingda. Bechora qalb sening qo'lingda, yo'llaringda yana buzladim. Ay Layla, balki o'chgandirman yodingdan, balki o'chgandirman yodingdan. Shirin xayolingni buzdim, Layla, Layla sening yoningda. Birdam tanho sezdim o'zimni. Vale. Layla, Layla sening yoningda. Birdam tanho sezdim o'zimni. Layla, yana paydo bo'ldim yo'lingda, yana paydo bo'ldim yo'lingda. Daryo to'lib suv oqadi, alla alla bolam, suv tagida qum oqadi,
alla ya alla Ustalarga o'tirib qo'ying. beshik oshib qarasam gar alla ya alla bolam otang degan shumboqadi alla ya alla bolam Bizda bu boqsa boqsin onangda hech rozi yo'qdir ay alla ya alla bolam cho'milishga elektr yo'q gaz yo'qdir ay alla ya Ay bu Facebook'da alla bolam qoyim bolam alla ya alla bolam alla ya qizim qizim qiz kishi ya alla ya qizima kesin 100 kishi ya alla ya 100 kishiga bermaymiz alla ya alla bolam olib ketar bir kishi ya alla ya alla bolam sen zamonaviy aytasan ekanda biz bu savolda alla bolam qizginam alla ya alla ya og'zi to'la saqqizginam alla ya saqqizini chaynasinay alla ya qizlar bilan o'ynasinay alla ya qizim qizim qizchar ya alla ya qizima kesin 100 char ya alla ya 100 charsin satamzay alla ya pullariga botamzay alla ya alla bolam alla ya alla bolam alla ya amma sibit yo'q paytlar o'tib ketdi. Hozir hamma tomonda sibit bor. Gazam bor. Men buni o'sha 94-95-yillarda aytgan allam bor. Men o'sha saytlardagini aytyapman. Endi kelinlar aytsin. Qishloqlarda asfalt bo'lmagan ko'cha qolmadi. Qishloqlarga kirib bormagan sanoat qolmadi. Sanoat kirib bordi, asfalt kirib bordi, hamma tomon obod bo'lib ketdi deb aytsin hozirgilar. Men buni